Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Eysa, Qurultay İcraiya Komitetining reisi Ömer Qanat, Qurultay Uçur Təşviqat Mərkəzinin müdiri və Uyghur Ədli Arxiv Ambirining direktori Baxtiyar Ömer, Qurultayning bayonotchisi və Qurultay Ayollar Komitetining müdiri Zümrətay Erkin, Gollandiyadagi jasur lager şahidlarimizdan Qalbinur Sidiq və Ömer Bekalilardan tərkib topgan Qurultay heyeti 22 noyabrdan etibaran Avstraliyadagi 10 kunlik xizmat ziyoratini boshlagan edi. 24 noyabr yuz bergan Ürümçi faciasi sababidan Dolqun Eysa va Ömer Qanat apandilar ziyoratini darhol to'xtatib, o'zlari turishliq davlatlarga muddatdan burun qaytib keldi. Qurultay heyetining qolgan a'zolari Avstraliyadagi ziyoratlarini oxirgacha davomlashtirdi. Bugun, ya'ni 29 noyabr kuni atdiganda Avstraliyadan Germaniyaga qaytib kelgan Dolqun Eysa apandimni München aerodromida Qurultayning markazidagi ba'zi rahbarlari qizg'inlik bilan kutib oldi. München aerodromida stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqun Eysa apandim 24 noyabr yuz bergan Ürümçi faciasi haqida Qurultayning bundan keyin xalqaro sahnalarda ilib boradigan amaliy harakatlar haqida to'xtalib, mundaq dedi. Assalamu alaikum, meni rahmat. Şurada qaytib keldik. Avstraliya safarimizni yarim yo'l to'xtatib bir qism heyetlerimizga yetib Qurultay rahbarlaridan Zümrətay Baxtiyar, Erkam Şahidimiz Ömer Bekali, Qalbinurlar fəaliyyətini davam etdi. Ömer Qanat Washington qaytdı. Ben buna hazır minutga düşdüm. Bugün keşte biz Brüksel'e mağmız. Çünkü belki Ürümçi'de yüz bergen Xitayların Tevfik Rejistasiyon Grup Partisi şekilde halkımızın orta haftada böyle kurulup Ürümçi'nin boğalığı sebebiyle bunun Xitay hükümetinin mesuliyetini, sorumluluğunu, cinayetini sürüştü kılış məqsədilə Avropa İttifaqıdakı ciddi bir görüşünü uyğun gördük. Şunun için qayıtıb geldik. Bugün keşte ya etkileyici bir yayınımız Münifiyade Avrupa İttifakı'nın rehberlerinden, Avrupa Parlamento azalarından, belediye hükümetlerinden Muşu Xitay'ın tırgınçılığı bu cinayetini kolumuzun kelgen bir tarihinde sorak sağlamak iş məqsədilə gəldik. İnşallah aldığımızda kent işğanı verip Qurultay rehberleriyle aldığımız başka kadem basmışlardı da özellikle yaparız. Dünya Uyghur Qurultayı Uçur Təşviqat Mərkəzinin müdiri və Uyghur Ədli Arxiv Ambirining direktori Baxtiyar Ömer, Qurultayning bayonotchisi və Qurultay Ayollar Komitetinin müdiri Zümrətay Erkin, Gollandiyadagi jasur lager şahidlarimizdan Qalbinur Sidiq və Ömer Bekalilardan tərkib topgan heyet bugun, yəni 29 noyabr kuni Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati və Avstraliya Tangirtaq Uyghur Ayollar uyushmasining o'rinlashtirishi bilan Janubiy Avstraliya yerlik parlamentida Uyghur irqiy qirg'inchilik haqida o'tkazilgan guvohlik berish yig'iniga qatnashdi. Qurultay heyeti guvohlik berish uchun Adelaide shahridagi parlament binosining oldiga yetib kelganda bo'lsa, Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining tashkillashida parlament binosi oldida to'plangan yuzlagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz jasur lager shohidlarimizga bo'lgan hurmat va sevgisini ifoda qilishdi. Ya, yedik yok var mı? Hoş geldin Allah, cemaatimizge, emmallah, bir salam verip etkenler, cemaatimizden sizlerge olan hürmeti, saygısı, kızın karşılığı, alkışlarıyla hoş geldin Allah arkadaşlarım. Freedom for Pakistan! Freedom for Pakistan! Janubiy Avstraliya parlamenti oldida o'tkazilgan namoyishda so'z qilgan Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining mas'ullari yuqumni nolga tushirish degan bahona bilan yo'l qo'ygan qattiq qamal qilish siyosati orqali 24 noyabr Ürümçi fojiasining kelib chiqishiga va ko'plagan insonlarning ichinishli holda o'lishiga bevosita sababchi bo'lgan mustabid Xitoy hokimiyatiga qattiq la'nat o'qish bilan birga
Avstraliya federal parlamentini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilishga, Avstraliya hukumatini Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz, Tatar qatorliq turkiy xalqlarga qarta rayimsizlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun harakatga o'tishga va Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining Avstraliya bozorlariga kirishini cheklash haqida kuchli qonuniy tadbirlarni yo'lga qo'yishni talab qilishdi. Janubiy Avstraliya yerlik parlament a'zolarining riyosatchiligida o'tkazilgan guvohlik yig'inida guvohlik bergan lager shohidlarimiz Ömer Bekali va Qalbinur Sidiqlar o'zlarining jazo lageridagi ichinishlik kechirmishlari va jazo lagerida bevosita shohid bo'lgan dahshatli fojialarga birlashtirib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan vahshiyliklari va turli jinoiy qilmishlari haqida dalil isbot va amaliy misollar bilan guvohlik berdi. Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonim guvohlik yig'inida so'z qilib, lager shohidlarimizning guvohligiga qo'shimcha holda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va uning xalqaro e'tirof qilinish ahvoli, BDT kishilik huquq komissarligining Uyg'ur vaziyati haqidagi doklati va Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida chiqargan hukmi, shundaqla 24 noyabr yuz bergan Urumchi fojiasining maydonga kelish jarayoni va Xitoy hokimiyatining yuqumni nolga tushirish degan bahona bilan Sharq Turkiston miqyosida yurgizayotgan qattiq qamal qilish siyosatining mohiyati va uning Uyg'urlarga keltirgan ofatlari haqida ma'lumot berdi. Adelaide shahridagi Janubiy Avstraliya yerlik parlamentida o'tkazilgan bu qatimqi guvohlik yig'inining va parlament binosi oldida o'tkazilgan namoyishning butun jarayonini Dunyo Uyg'ur qurultayining Facebook va stansimizning YouTube sahifalaridan to'liq ko'ra olasiz. 24 noyabr Urumchidagi Uyg'urlar o'ltirishliq binoda yuz bergan o't fojiasi sababidan Urumchida boshlangan yuqum qamalga qarshi norozilik harakati Sharq Turkistonning har qaysi joylariga kengaygan. TikTok qatorli Xitoy ijtimoiy aloqa usullariga yo'llangan suratli uchurlardan ma'lum bo'lishicha, o'tgan haftaning oxirlaridan boshlab G'ulja, Qashqar, Korla, Xotan, Oqsu, Qog'liq qatorliq nurg'un joylardagi aholilar yig'ilish o'tkazib, doiralardan qamalni bekor qilishni talab qilgan bu norozilik harakatlariga qatnashganlarning mutlaq ko'p qismi Xitoy bo'lsa-mu, lekin bu Xitoy doiralarining 2017-yildan boshlab Uyg'ur va boshqa Turkiya oz sonli millatlarning keng ko'lamli tutqun qilib, lager, turmalarga qamagan 5-6 yildan beri Sharq Turkistonda tunji qitim bundaq keng ko'lamli norozilik harakatining portlashidir. Ma'lum bo'lishicha, 26 noyabr kuni portilgan Xotandagi norozilik harakatini jemiqtirishga atalmish Abnum rayonlik partkomning muavin sekretari Jang Chunlin avatilgan. Ammo atalmish Uyg'ur Abnum rayoni doiralari yuqumni nolga tushirish siyosatida tavranmaslikni talab qilgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partkom 27 noyabr ekran yig'ini o'tkazib, navbatdagi vaziyatga qarata taqobil turish tadbirlarini o'rinlashtirgan. Yig'inda mashhur joylardan sirtdan kirishning oldini olib, ishki qismni mudofaa ko'rish, yuqumni nolga tushirishni o'z ichiga olgan 3 qat'iy tavranmaslikda davomli ching turishni talab qilgan. Yana bir tarafdan Xitoy doiralari 24 noyabrdagi Urumchi fojiasida o'lganlarning soni haqida ziddiyatli ma'lumotlarni bergan. Urumchi shaharlik hukumatning rasmiy bayonotida o'lganlarning sonini 10 nafar deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq yerlik saqchi punktlari o't ofatida o'lganlarning soni haqida farqli ma'lumotlarni bermoqda. O't ofati yuz bergan binoga yiroq bo'lmagan joylardagi Urumchi ittifoq saqchi punktining bir saqchisi Erkin Osiyo radiosi muxbiriga jami 26 kishining o'lganligi, o'lganlardan 9 kishining kuyib o'lganligi, 10 kishining istitekda nafsi bo'g'ilib o'lganligini aytgan. Lekin o'xshash bir vaqtda Janubiy Shinxua yo'li saqchi punktining bir saqchisi o'lganlarning 40 dan oshadiganligini bildirgan. Uning ko'rsatishicha, og'ir darajada yaralanganlar nihoyat ko'p bo'lib, qazo qilganlarni sanashga vaqt chiqmagan. 24 noyabr Urumchida yuz bergan fojialik o't ofatining Xitoy miqyosidagi yuqum qamalga qarshi keng ko'lamli norozilik harakatlarini keltirib chiqarishi Urumchi degan bu ismni nozik siyosiy nomga aylantirib qo'ygan. Urumchining bu norozilik harakatlarida simvollik qismiga aylanib qilishdan cho'chigan doiralar Shanxay shahridagi Urumchi o'ttir ko'chasi degan taxtayni ilib etgan. Urumchi o'ttir ko'chasi o'tgan haftaning oxirlaridan beri Shanxay fuqarolarining Urumchidagi o't ofatida o'lganlarga hisoshlik qilish, Xitoy hukumatining yuqum qamaliga norozilik bildirish harakatidagi namoyish o'rniga aylanib qolgan edi. Xitoy ijtimoiy taratqullaridagi xabarlardan ma'lum bo'lishicha, doiralar 27 noyabr Shanxay shahrining Urumchi o'ttir ko'chasi degan taxtini ilib tashlagan. Ikki hukumat xodimining taxtayni ilib ketayotganda tortilgan surati Xitoydagi ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan. Urumchida boshlangan norozilik harakati nihoyat tezda Xitoyning ichki o'lkalariga kengayib, Shanxay, Beijing, Wuhan, Chongqing, Guangzhou qatorliq shaharlarga tarqalgan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, 27 noyabr kechasi, ya'ni Shanxay shahridagi norozilik bildirish harakatining 3-kuni necha yuzlagan namoyishchi ammo saqchilar bilan to'qnashgan. Namoyishchilar qamal bekor qilinsin, Xi Jinping taxtdan tushsin, Kompartiya taxtdan tushsin degan shiorlarni to'lashgan.
28 noyabr kuni әттігенде Бейжіңдегі пайтаxt 3-cü aylanma yoluning Liangmaxi bölgəyə yaxın joyda az degəndə birər mingdek amma namoyish qilib, maska taqmaymiz, bizga erkinlik kerak, COVID sınıqı to'xtatilsin degan şuarlarni to'lashgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqətinizə Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqrammasını sunduq. Keyin qitimliq sanımızda görüşəylik. Aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.